Assalomu alaykum hammaga. Men ismim Behruz. Oxirgi 2 yildan beri juda ham qattiq harakat qildim. Solo podkast qilishlik uchun, lekin o'xshamadi ba'zi bir sabablarga ko'ra va bugun sizlar bilan meni birinchi solo podkastimda ko'rishib turgandan juda ham xursandman va sizlar uchun juda ham ko'p informatsiyalar tayyorlaganman. Qaysi mavzuni boshlashlikni, ayniqsa birinchi solo podkastni qaysi mavzuda boshlashlikni men juda ham ko'p qidirdim, izlandim va biz bugun sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz bu Maslow Theory. Mana shu mavzu haqida gaplashamiz. Mavzum haqida kichkinagina informatsiya berib ketishim kerak podkast boshlanishligidan avval va men kimman, nima uchun aynan podkast qilib o'tiribman, ayniqsa shaxsiy rivojlanish bo'yicha o'zi qanaqa qilib bu ideya keldi. Men o'zim 18 yoshligim kitobi muallifi, bu shaxsiy rivojlanish bo'yicha kitob va undan keyin Through My Eyes ingliz tilida yozilgan o'sha self help kitob. Mana shu kitoblar muallifiman va o'zim shaxsiy rivojlanish bo'yicha juda ham qattiq qiziqaman. Ayniqsa psixologiyada, o'sha shaxsiy rivojlanishdagi psixologiyani o'rni mana shu mavzuda bo'yicha juda ham qattiq o'zim qiziqqanligim uchun sizlarga mana shu mavzu haqida podkast qilishga niyat qildim. Hozir birinchi podkastni men o'zi studiya formatida jamoa bilan professional kamerada hamma narsa olmoqchi edim va mana shunga harakat qildim. Jamoa bilan professional kamerada birinchi podkastimni olishlik uchun, lekin baribir bu boshlanishi bo'ladi. Jamoa va professional podkast olishlik juda ancha qimmatga tushdi, menga 2 yilga tushdi. Bugun sizlar bilan Maslow Theories haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda mana shu piramidani yaratgan inson kim, mana shu haqida gaplashamiz. Abraham Maslow 1908-yilda va 1970-yillarda o'xshab o'tgan inson. Amerikaning 5 ta universitetida bu inson o'sha professorlik. Bu odamning bitta juda ham ajoyib nickname'lari bor. Father of Humanistic Psychology, ya'ni insoniyat psixologiyasini otasi degan nickname'lari bor. Chunki bu inson qilgan ilmiy ishlar juda ham ko'p o'sha hozirgi zamonaviy inson psixologiyasi terapiyalarini asosi hisoblanadi. Men har doim meni yaqin o'rtoqlarim bilishadi, men juda ham ko'p narsalarni mana shu Maslow piramidasiga taqiyman. Ya'ni agarda bironta bir inson madaniyat haqida tushunmaydigan bo'lsa yoki bironta bir inson shaxsiy rivojlanish haqida tushunmaydigan bo'lsa, demak bu Maslow theorisini hali birinchi, ikkinchi stage. Juda ham ko'p bizning shaxsiy hayotimizdagi, bizning o'sishimiz va rivojlanishimizdagi asosiy narsalarni Maslow theorisida ko'rsak bo'ladi. Mana bu piramida haqida gaplashamiz. Bu piramidaning eng birinchi stage bu physiological needs, ya'ni bizga o'sha havo, suv, non, qornimiz to'q bo'lishligi, o'sha kiyimimiz bo'lishligi, qornimiz to'q, chanqoqimiz qongan va o'sha havo olishimiz bu bizning eng kerakli, ya'ni insoniyat uchun, butun bir vujudimiz uchun kerak bo'ladigan o'sha ehtiyojlar hisoblanadi. Va biz keyingisiga o'tamiz. Agarda bizani mana shu birinchi ehtiyojimiz qondiriladigan bo'lsa, shu narsadan o'tganimizdan keyin bizda ikkinchi stage safety needs, ya'ni bu xavfsizlik ehtiyojlari. Xavfsizlik ehtiyojlariga nima kiradi? Xavfsizlik ehtiyojlari bu bizani o'sha uyimiz bo'lishligi, ya'ni biza yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, nimadir hujum, yirtqichlar tomonidan hujum bo'ladigan bo'lsa, biz yashay olishimiz kerak, biz yashaydigan joyimiz bo'lishi kerak va biz uxlaydigan joyimiz bo'lishligi kerak, o'sha xavfsiz uxlaydigan joyimiz bo'lishligi kerak. Birinchi stajdagi physiological needslarni o'sha purchase qila oladigan darajadagi ishimiz bo'lishligi kerak. Health bo'lishligi kerak, property bo'lishligi kerak, chunki bu bizani xavfsizligimizni, mana shu bizani safety'mizni ta'minlab beradigan asoslar hisoblanadi. Biza xavfsiz bo'ladigan bo'lsa, keyingi 3-stagega o'tamiz. 3-stage bizda bu love and belonging, ya'ni bu o'sha yaxshi ko'rishlik va tegishli bo'lishlik, ya'ni sense of connection desak bo'ladi. Biza o'sha inson sifatida boshqa bir insonga networking bo'lishligi kerak, bizda o'sha unaqa bog'liqlik bo'lishligimiz kerak. Biz ishlaymiz, o'qiymiz, bizning do'stlarimiz bo'ladi, biz yaxshi ko'ramiz, biz turmush quramiz. Mana shu narsa 3-stagega kiradi. 3-stage bu juda ham katta, chunki bu juda ham inson o'sha insonligini anglatuvchi bu yoqda hissiyotlar bo'ladi, inson qiluvchi o'sha networking, connectionlar va sense of connection bekorga aytmadim. Mana shu narsalar aynan 3-stageda bo'ladi. Va keyingisi bizda 4-stage, ya'ni sizda qorningiz to'q, kiyimingiz bor, yashashga joyingiz bor, ishingiz bor va keyin o'sha siz oila qurdingiz, bolalaringiz bor, sizda do'stlaringiz bor, networking bor sizda va bu 4
uchinchisi bu endi siz hurmat xohlaysiz. To'rtinchisi bu esteem, bu self esteem. O'sha hurmat qilishliklarini va sizni obro'dor bo'lishligingizni xohlaysiz, ya'ni obro' olishlikni xohlaysiz. Sizni statusingiz haqida ko'proq qayg'urishni boshlaysiz. O'sha erkinligingiz yoki mana o'zingiz yoqtirmagan soha sizga to'g'ri kelmasa, keyin boshqatdan o'qiysiz. Siz mana ko'proq o'zingizni rivojlantirishligingizga va siz o'sha sizni hurmat qilishliklarini xohlaysiz. Bu to'rtinchi stage ham juda ham zo'r. Bu narsaga siz mana madaniyatga ko'proq ahamiyat qaratasiz. To'rtinchi stageda siz ko'proq madaniy joylarga borasiz, hordiq chiqargingiz keladi, erkin bo'lgingiz keladi va to'rtinchi stagedan keyin bizda beshinchi stage self actualization stage. Bu juda ham kamdan kam odamlarda bor. Hattoki bu beshinchi stage juda ham mashhur odamlarda ham kamlarda uchraydi. Beshinchi stageni buni o'zi tushuntirib berishlikni o'zi qiyin aslini olganda, chunki beshinchi stageda siz to'xtaysiz. Siz o'zingizga savol berishni boshlaysiz. Nima uchun keldim, nimaga keldim, kimman, nimaga va siz bu yerda ko'proq sizdan nimadir qolishligi uchun harakat qilasiz. Tinchligi uchun, kim ekanligini anglagan holatda undan keyin yaxshilik qolishligi uchun va 5-stageda siz o'zingizdan ko'ra ko'proq jamiyatni o'ylaysiz. Angelina Jolie, u mana bu Afrikadagi bolalarga borib pul olib borishadi, juda ham katta yoki juda ham katta konferensiyalarda ular so'zga chiqishadi o'sha inson huquqlarini himoya qilish maqsadida. Bu mana 5-stage bu siz ko'proq huquqlarni, inson human rights'larni himoya qilasiz. Mana bu nature'ni himoya qilishni boshlaysiz. Siz 5-stagega yetganingizdan keyin siz o'zingizdan ko'ra ko'proq atrofdagi bo'layotgan hodisalarni o'sha o'rganib, muhtoj bo'ladigan odamlarga yordam bergingiz kelishni boshlaydi. Men uchun ko'p narsani bu narsaga bog'layman, chunki agar kimgadir siz bilim bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, lekin u odam bilim ola olmaydi agarda u och yoki xavfsiz joyi bo'lmaydigan bo'lsa, xavfsiz o'zini his qilmayotgan bo'lsa, u hech qanaqasiga u relationshipda bo'lmaydi. Mana shuning uchun Maslow theory juda ham ko'p hozirgi terapiyalarning asosi hisoblanadi. Men o'ylayman, sizlarga meni birinchi solo podkastim yoqdi deb o'ylayman. Sizlarga va podkastlarimni qo'llab-quvvatlashinglar uchun o'sha har doimgidek like, comment va follow bosishligingizni, o'sha podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishinglarni xohlardim. Bu chunki meni kanalimni rivojlantirishlik uchun sizlarga foydali, mazmunli, kerakli informatsiyalar chiqishligiga menga support bo'ladi. Va sizlar bunaqa formatdagi podkastlarni men o'ylayman ko'rmagansizlar yoki ko'rgansizlar, bilmadim, chunki men birinchidan o'tirib bemalol informatsiya bera olmadim. Hamma narsa vaqtimiz cheklangan bo'lganligi uchun tez undan avval biz juda ham ko'p epizodlar oldik. Anchadan beri meni orzuyim bo'lgan ishni amalga oshirdik. Men o'zimni birinchi solo podkastimni yozdim. I finished all of those.